Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. Bu yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi dostum. Mende sırlıq kuch-quvvat var. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib qattiq to'layman. Bana kuch-quvvat ato qildi! Bu çağda yolvas, eriş yolvusuga aylanadi. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadutberi so'zsiz. Yasavul, Denkin va Oko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Cemil heriftim ben bile oynaydıgan bir resim yok. Soğusarsın hilk sehirli kitabının yardımı bilen yeni bir acayip narsani bayqadim. Özümün tanrımisi ve Soğusarsın əpsonu bilen yeni bir kainatın mevcutluğunu ispatlap çıktım. Bu bir karanğı zimin bulup bizge nahayet yakın. Bu yakın musabda İtnir padişahlığının ilim, mərifət ve sihirgerligini bir xil sırlıq halat saklap kelivatıdı. Bu ikkisinin o'tirisdagi to'salg'ular yo'q bo'lib ketami? Undaq bo'lmas. Onun kursuqa içip ketibdi. Men shundaq his qilyapman. Tezroq bir narsa yeb olayli. Ayamra bo'g'ida press yo'q edi. O'zim yolg'izdek zerikib ketdim. Ehtimol u men bilan birga o'ynashi mumkin. Qorong'u dunyodan yo'riq dunyoga chiq. Kichik shayton deyman. Qani chiqqin, ikkimiz birga o'ynaylik. Tilgirim cevap bo'ldi. Endi ikkimiz sirg'i chiqib o'ynaydigan bo'ldik. Voy, o nimada? O nima da? Sal to'ngliganda qilyapman. Shik ichilib qolganda qiladi bu. Bu qandaq eshitchinmi nima? Bu qandaq ishdi? Meningcha bu yanıl cadgarlik bo'lsa kerak. Bu shumliqni kimning qilayotganligini bilaman. Bu qandaq ish? Oko ko'rinmaydi-ku, ha? Oko! Stacha daq bo'ldi. Oborchiqdi bo'ldi. Yuradigan bir joyni topdim. Bu qandaq ish? Daymarning rasmi ko'rinmaydi-ku, ha? Daymarni qorong'u zimindan biroz kelib ip ketgan o'xshaydi. Sening Oko to'g'risida gumoningning asosi bor ekan. Bizning uni tezroq tepag'inimiz tuzukda qiladi. Kitobda yozishicha Daymar jip chiqirib g'ozak hosil qiladi ekan. U g'ozakdan chiqqanda ashu jin shaytonlar yuchuq-yuchuqlardan kirib Etnir podshohligini egallab oladi ekan. Odam hozir biz yordamga muhtoj. Bana kuch-quvvat ato qildi! Yo,
Ya Allah, odamga birdammi oromlik yo'qkan bu. Hey! Ben Kıymet! Qiyman, Daymarni tepib cho'qim qorong'u zaminga olib o'tayli. Shunda qilayli, u bizga ortiqcha ovochchiliklarni keltirdigandek qiladi. Yuringlar, biz uni qaytirib kelayli. Tez bo'layli. Qiyman, nima ish bo'ldi? Tushuntirishga vaqt yo'q, mang'ash tafsiliy deb beray. Galiskarga boramdim. Shundaq, So'sirs Okoni tep bera oladi degan umiddaman deylar. Meni izlemse sıkışa. Shunda Etner podshohligining ordisi atrofida ajoyib bir sehr kuchning paydo bo'lganligini aniqladim. Ha, endi sen berib obdaroq aniqlab baq. Ha? Ey, bu nima? Ruhimda cho'qim jajonli yeysan. Bunu ben kımıdım. Sen qilmasan, amisi kim qilgandi? Ben okumayman. Bu sihir hakikaten xosiyetlikkan. Bayı mening sehrimni xeli kuchini ko'rsatgandi. Men ash sehr kuchga ega bo'lishim kerak. Uni menga tezroq tepma, chaqim bo'l. Ha. Bunu çokum tapalayman. Ama onu tapsam mening bo'ladi. Hergiz sening olmaydi. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Suyuqlik nuri absunim bitay deb qoldi. Mana endi butunlay tugadi. Qiyman, mening sehrimni bir xil sehr ojizlashtiryotidi. So'sirs meni chaqiryotidi. Tez bo'linglar, Galaskarga tezroq kelinglar. Tezroq bo'l ershi o'lunsi. Tez mang'ayli. Biz barliq kuchimizni ishga silib Okoni izlayotimiz. Qiymanning taliyi o'ngdan kelsin. Senin pişanın Türkiye. Midirleyemey kaldım. Etrafımızda bir xil sehir paydo bo'lganda qiladi o. Ha? Bu nima? Sehrigarlik kitobi. Sehrmiş ekan-da. Buni pishiq bilib olgandan yani kelma. Xudoga shukr. Yana harakatlanadigan bo'ldim. Lekin hozir Ayvilining sehr kuchiga taqobil turadigan amalimiz yo'q-da. Birozdan keyin Galiskarga boramiz. U yerda xotirjam bo'lib qolsan, ha? Ejatda charchab ketdim. Birdan to'xtab qaramayli bo'layli, ha? Yaxshi gap deyman. Bu o'simlik odamga yapışib olmaydi u. Tez bo'l, uloq aytib qo'y. Bo'ldi, ishkilinib turavermayli.
Mani bulman keraklik epsun. Kılıç Şah. Emni bir körüp bakay. Qanchalik karametin bakini. Hey! Sen bir yerden nemi kılmakçı, ha? Mana senin sehrin gerek Kılıç Şah. Emdi o menin. Ha, ayveylin. Ben bunu yaktırmayman, homper. Sen benden bir narsa yoşuryapsan go deyman. Çokum tipi olaman. Değman. Oy oy, bu tek çok lavatı da. Et kaldırana rast olduğun bolsa ayveylin. Ben pat arda et nergi padişah oldu iken bende. Butkul etner ashu sehri kuchning ta'siriga uchrayotidi. Butun etnus shahri vayron bo'lyotidi. Ah Xudo. Qaraganda buning ta'sirining oqibati xeli ig'ir bo'ladigandek qiladi. Shundoq alilar davomli yomonlashyotidi. Biz u kun topmasak bo'lmaydigandek qiladi. Kaleskarga keleli deb qoldik. Ya ne bo'lgandi? Bu qatim bizga omad tozi keldi. Şundaqtaq qiladi. Omadlik oldimizda. Hozir bu yerdan tez ketaylik. Değman. Değman. Bana kuch quvvat ata qilgin. Men buyruq qilamanki, ko'r kishiga chilsin. O kopiyada bo'lmasam, uning nerdligini so'zsiz bilish mumkin. Shundoq, bu ishning jarayonini u bilishi mumkin. Değil o. Erçi olursa so'zsizni tezroq tepinglar. So'siriz! Sen qayerda? Men bu yerda deyla. Heyman, ko'riksib peshkanlik yo'liqdi. Abla, men rostul yordam beramaydigan bo'ldim. Sizlarni yana biraylar izlab keldi. U da sizlar izlab yurgan kishi. Deyma, sen bizni acabmi izlatding u? Men hozir peshonamga bitilgani bo'yicha qilish qitigish ishlarni qilmoqchiman. Acab ish tugamaydi u. Hey, sen kim? Men Daymar bo'laman. Qarong'u zaminning podshosi. Tutinglar uni. Buningdek sehrli kuch menda bo'lishi kerak.
gücünü işletip göreyçi. Bu yakı kilonlar dostlar. Etler endi bizden boludu. Yo'q, undaq aldirab shirin xiyollar bo'lma, Daymar. Gerçi Deymar'ını tizginleyemegen bolsam mı? Onu çokum bekindirimen. Nima? Bu iligar ablah. Endi senin gipini görmeyme. Endi uning buning bilan taqobil turg'ili bo'ladi. Undaq aldirab xo'sh bo'lib ketma, Daymar. Sen bunu üzü tutup kutulma demse? Bo'ldi-ku. Ah, ben çıkıp ketishga amalsiz qoldim. Qo'lingni tort, Daymar. Qaytib ket, Oko. Ikkimiz do'st turib yana men bilan yashamsan. Peshonemga putilgini shu do'stam. Ha? Yo'q, Daymar, xatolashding. O'z taqdiringni o'zing belgilashing kerak. Qat'iy niyat kelsanglar uni cho'qim o'zgartiraysan. Sen Oko'ning yaqin do'sti-ku. Acaba sen texmi ko'p sodiq do'stlarga erishishni xohlamaysan? Ular sana hakikaten kuyunudu, seni asraydı. Ular özlerinin şahsi, yaman garazlarını işe aşırış üçünla senden faydalananlarını emas. Oylap bak Daymar, obdarak oylap bakın. Bu mening o'ylig'im emas, qiskilish. Heyman, u kalva. Deymar azaldili kalışmaydigan fakat acizni bozak kılıp yamandan korktuğan narsa. O menin gipimni anlaydı. Rast şundaqmı Daymar? Hazır öz takdirini özden belgileydiğin yaxşı pek. Fırsatını herkes koldan berip koyma. Deymar'ın bir karar gelişige belki bizi yardım kılalayımız. Bu to'ngli tushnuri biz uni ilon teg'i elib ketkicha tutib tura olmaydi. Dila, Oko, çapkan bulunla. Daymar, tekrar kutsam onu da kutulup giderlersen, onu seninle şuna kılalaysan. Onu biz boş tutmayalım. Sen tonul şnurunu heymen güç aç. Ol. Heymen, beni şundan kılışkı sen mecbur kıldın. Deymar, biz tarafga öt. Öz takdirimni özüm belgileyeleyme eskili şah. Ben hergiz siladek eskiledim bombayma. Çıplak söyle, çıplak söyle. Tezrek öz yolunu ketip al, skiliçah, yol tehi uzun. Hay! Doğru aytdin Xiyma. Öz takdirini öz belgileş gerek. Ben sizler bilen dost buluştu xalayma. Nahit yaxşı. Oy, beni atıp kalmacıma. Unutup kalmayma dostum. Ben seni unutup kalmayma. Bırak hazır öz ornumga qaytışım gerek de. Yani görüşüp mü kalamız tehi? Oo, meni atışlarımız ko'ngildagidek bo'ldi. To'g'ri Oko. Bugun sen bir cho'ng narsa tepib olding, shundaqmi? Nima ekan u?
bir dost tepip aldım. Oh, Deymar'nın işi kızık boldu, şundak emasmı? Deslep Oko Epson'u hata okup koyup yüz bergen işlerini fukanmadı. Lekin özünü tizgilenmeye kalgan ma'lum sezimden işinin haqiqiy ahvalını bayqıp aldı. Real turmuşda Epson, sihirgerlik degenler işlemeydi. Ama qiyin mesele yo'liqsangiz ba'zida mesele nihoyat zo'r ham hal qilib bo'lmaydigandek tuyuladi. Esingizda bo'lsinki, sizga nurg'un kishilar g'amxo'rlik qiladi. Ular bilan sirdishing. Yo'liqqan masalani ularga so'zlab bering. Mana bu masalani hal qilishning birdan bir yo'li.